teshigi, bu yoqda anus teshigi. Mana bu yerda mushaklarimiz hammasi mana shu hammasi bizlarning mushaklarimiz mana ushlab turadi mana shu tozasida a'zosini. Bu mushaklarimiz qachonki baquvvat bo'lsa, bizda tushishlar bo'lmaydi. Mana jinsiy lablarimiz mana chiroyli bo'lib turibdi bu yerda. Mana jinsilar mana bu yerda klitor joylashgan, mana bu yerda bartarin bezlari joylashgan. Bu yerda hozir siniyda ko'rsatilmagan, lekin mana bu yerda joylashgan. Bu nima bo'ladi bu? Bu sizda xohish bo'lganda, jinsiy aloqaga xohish bo'lganda, bu bartarin bezlari ishga tushib, suyuqlik keladi. O'shani hisobida jinsiy aloqa paytida sizda quruqlik bo'lmaydi. Sizda libido past bo'lsa, bu bartarin bezlari suyuqlik ishlab chiqarmaydi. Shuni hisobiga quruq bo'ladi va og'riqli o'tadi. Shuni inobatga olinglar. Sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz libidoga ham bog'liq. Shuni inobatga olish kerak.